Videoda biz sun'iy intellektda video tayyorlashni o'rganamiz. Kanalimizga like, obuna bosib qo'ying. Kanalimiz uchun albatta. Mana videomizni ko'rib olishingiz ham mumkin. Mana kamtimizga ham o'tib oldik. Birinchi o'rinda bizga Google kerak bo'ladi. Google'ni ochib olamiz. Google ochganimizdan keyin ChatGPTga kirib olamiz. ChatGPT kirgandan keyin men Telegram kanalimga o'tib Telegram kanalim har doim video chiqarganimdan keyin promptlar deb yozib qo'yaman. Shunga o'xshatib menda bu prompt bor. Shu promptni ko'chirib olishimiz kerak bo'ladi. Ko'chirib olamiz. Keyin ChatGPTga shu promptni tashlab olamiz. Tashlandi. Mana tashlab olamiz. Endi uni jo'natamiz. Jo'natganimizdan keyin bizga 20 ta variant beradi. 20 tadan buni tarjima qilib yozishinglar mumkin. Misol uchun bir tanlab jo'natamiz. Image prompt hamda video prompt bizga yasab beradi. Yo, unaqa menga jo'natadi. Men uni copyright qilib turib, shu linkni tashlab olamiz. Undan keyin albatta yangi lavhaga bosib turib, uni videoga o'tkazamiz. Shorts formati, ya'ni 9x16 da tanlaymiz. Shuni 10 sekund yo 8 sekundlik qilib olamiz. Jo'natamiz. Bizga 4 ta variantni birpasdan so'ng, ya'ni birozdan so'ng tayyorlab beradi. Mana videolarimizni tayyorlab oldik. Endi buni CapCut dasturiga ko'chirib olamiz. Endi Gemini logotip ko'rinib qolmasligi uchun uni biroz tortib olamiz. O'ylaymanki, bugungi videomiz sizlarga yoqdi-yoqmasa kanalimizga like, obuna bosib qo'yishingizni unutmasin. Agarda kim necha marta video so'zini ishlatganimni kommentariy yozib qo'ysa, preview yutib olishi mumkin. Sizga preview kerakmi? Unda bizga murojaat qiling. Previewlarni eng zo'rlardan yasab berishimiz mumkin.